birinchi bu paxtani qalin yuqa tomoniga qarab paxtani yaxshi urib olamiz. Paxtani teskari tomondan ursangiz, shunda paxta ezilib yaxshi joylashadi. Keyin o'ng tomondan o'girib qo'yamiz. 10-chi ipni 2 qavat qilib, bir qavatini tugab qo'yamiz. Ko'rpachani qolganda birinchi uzun tomonidan boshlamayman, kalta tomonidan boshlayman. Chunki uzun tomondan boshlasangiz ko'pincha mana shu burchagi, uzun tomondan boshlangan burchagi sal mundoq tortishib qoladi, ipni tortgan hisobiga. Shuning uchun mana shu kalta tomonidan boshlaymiz. Примерно mana shunday. Hozir aytaman, 2 sm. 11 sm. 11 sm. Bu yoqdan bu yoqqa qarab, 11 sm bu yoqdan bu yoqqa qarab o'lchab olamiz. Shu tochkadan tikishni boshlaymiz. Ko'rpachani tagidan innani kirgizib tikishni boshlaymiz. Mana shu bizdan belgilagan joyimizdan inna chiqdi. İpni hammasini tortib olamiz. Tugum bo'lib qolmasligi uchun. Hamma ipni tortib oldik. Bir qavat ipni qoldiramiz, ikkinchi qavatini sal teparoq tortamiz. Paxtani olib kelib, yana xuddi shunday. Bu yoqqa 11 sm, bu yoqqa 11 sm. Keyin mana shu tochkani ko'z bilan chamalab olib, bu tochkadan kirgizib, bu tochkadan chiqaramiz. Innani kirgizdik. Ko'rinayapti deb o'ylayman. Kirgizdik. Inna chiqqan joyidan 1 sm bu yoqqa innani kirgizib, boyagi belgilagan ikkinchi tochkamizdan chiqaramiz. Mana hozir innani birinchi tochkasi, endi ip chiqqan ikkinchi tochka. Mana shunday, mana shunday. Oralig'i esa mana shunday. Shunday holatda davom etkazamiz. Endi qarang. Bu ensiz tomoni uzunmasiga qarab paxtamiz siljib ketgan bo'lishi mumkin. Yana mana shu tomonni polni qovib bo'lganimizcha paxtani urib, bu yerni to'ldirib qovamiz. Mana shu ensiz tomonini bittalab qovib o'tamiz. Boyagiday ko'rsatgan holatda. Biz boyagiday o'lchab tikishni ko'rsatib oldim. Endi siz shu o'lchab tikish bo'yicha qolib davom etkisangiz bo'ladi. Bu yog'ini aytmasdan qolib ketaveraman. Qarang, hozir bu burchakdan ham boyagi 11 sm bu yoqqa, 11 sm bu yoqqa o'lchab, oxirgi tikishimizni shu tochkadan chiqaramiz. Mana shu qatorni oxirgi tikishi. Bu qatorni tikib bo'ldik, qolib bo'ldik. Endi bu qatorga o'tishimizdan oldin paxtasini bir qator urib, paxtani normal holatga keltiramiz. Bu yoqqa qarab urdik paxtani. Ustidagi materialni, paxtani urgan paytimiz materialni bu yoqqa kelgan uchun materialni o'zini bunday holatda sipasak, bu yoqqa o'tadi material. Paxtamiz mana shu yerda qoladi. Endi bu tomonni ham 1-2 qovushimizni boyagidek bittalab qovib o'tamiz. Menki YouTube'ga paxtani urdik. Materialni o'zini qaytaramiz orqaga. Qavishni davom etkazamiz. Endi bu yoq tomonini birdek qolib keta olamiz, chunki qalin joydan o'tib oldik. Burchak joydan o'tib oldik.
Boyagina taxtani urib olib, materialni orqaga qaytarib, innani kirgizib, orqasidan inna chiqqandan keyin, orqa astaridan inna chiqqandan keyin 1 sm bu yoqqa ikkinchi qo'limiz bilan kirgizib yuboramiz materialni ichiga. Keyin ustidagi materialni shu 11 sm da ko'z chamalab ushlab olib, bu yoq tomondagi materialni bu yoqqa itaramiz, innani bu yoqdan itaramiz. Shunda tez qovish usuli kelib chiqadi. Bu paydo bo'ladi. Ağzımız uğrab ketadi. Shunday holatda davom etkazamiz. Kecha o'tirib eslayapman-da. YouTube'da podkast eshitdim-da. 3 ta bola gaplashib o'tirishdi-da. Men eslasam dedi, mahallada kino olgan ekanman, ertak o'ynashardi-yu. Shunaqa qilib kino olgan ekanman, rejissyor bo'lgan ekanman, eslab o'tirishdi-da. Men eslayapman, men o'qituvchi bo'lardim. Anam. Yo'q. Hadezi devorlarga bordi, chizib o'tirardik. O'quvchilarga dars o'tardik. Hadezi litsenziyasiga o'quvchilar o'tkazib qo'yardik. Birinchi marta, ikkinchi marta qilib. Bizlar devorga yozib chizib, mana matematikalar, bir narsalar chizib o'tirardik. Keyin barbilarga kiyim tikardik-da, oyoq kiyimni korobkasining tepasidan sim o'tkazib, yog'och o'tkazib, missimda veshilka yasab ko'ylak osardik. Qo'rchoqlar ko'ylagini zapasapasi tikib qo'yardik. İp tugayotgan paytida ipni sal bu yoqdan beshinroq tortib olamiz. Keyin bitta qovib o'zimizga shu ko'rpachaga yetadigan holatda qoldiramizda. Mana shuncha, masalan bu yerda ko'rpacha tortilib turibdi. Mana bu yerda ham tortilib turibdi. Bizga примерно bu yerga necha santimetr? 8-9 santimetr ip kerak. Qolgan ishni kichkina ipimizni qilib ko'ramiz. Qilib ko'ramizda. Mana shu yerdan kichkina tugun qilamiz. Bitta aylantirib tugun qilamiz. Bo'ldi. Tugunimiz uncha katta bo'lmasligi kerak. Kichkinagina tugun. Bu tugun keyinchalik ko'rpachani u yoqqa olganingizda, paxtani qaytadan urganingizda ko'rpachani ichiga kirib ketadi. Lekin paxtalar yo'g'iga o'tib ketmaydi. Shuning uchun kichkinaroq tugun qilgan yaxshi. Katta tugun qilib qo'ysangiz ko'rpachani ichiga kirib ketamaydi tugun. Qavishni boshlagan tugunimiz ham unchalik katta bo'lmaydi. Mana shunaqa kichkina tugun. Mana bu yerda boyagi tugunimiz turibdi. 3 santimetrcha lishi ip qoldi. Qator urib kelsak, ip lishisi kirib ketadi. Endi qarang. Bu joydan davom etib ketishimiz uchun tugun ustida turibdi. Siz xuddi shu tugunni turgan joydan, tagidan innani kirgizib, tugun turgan joydan innani chiqarasiz. Chiqardik. Endi qarang, buni sababi tugun turgan joydan innani chiqarganimizning sababi siz ko'rpachani tuguni ichiga kirib ketadi dedim-ku. Mabodo bu ustidan tugun kirib ketganda ham ustidan tikish o'tib ketgan bo'ladi. Tagidan tugun kirib ketganda ham tagidan ham tikish o'tib ketgan bo'ladi. Shunda ikkita tugun kirib ketganda mabodo shunda ham tikish mana shu yerda qoladi. Shuning uchun tugun turgan joydan boshlab qovuymiz. O'chadigan ruchkalar bor. Xohlasangiz o'chadigan ruchkada bir qator chizib olsangiz ham bo'ladi. Chetini boyagidek o'lchagan holatda. Bu ko'rpachani eni 80 cm. Kamida 78-77 cm chiqishi mumkin. Mag'iz tikilgandan keyingi qolgan holatda. Shuning uchun birinchi chetini qovib olib, keyin o'rtasini 3 ga bo'lsangiz 5 qator chiqadi. Qarang, ko'proq qovib olgan paytingizda ipni tortsangiz, tagidagi astarni yirtib yuborish mumkin. Ko'proq qovsangiz, mana masalan 4 ta
qator qovudingiz, 4 ta tikish qovib bo'lgandan keyin ipni tortadigan bo'lsangiz, tegidagi astar yirtilib ketishi mumkin. Yirtilmasligi uchun siz bir qator o'ring paxtani va ip tortayotgan joyingizdan boshlab ip turgan joyidan ushamang. Materialni o'zini bosib turib, bu yoqdan ipni tortsangiz, ipingiz yengil o'tadi bu yoqqa. Shunda tegidagi astar ham yirtilib ketmaydi. Ustidagi material ham yirtilib ketmaydi. Burchaga yetganda boyoqlarga 11 cm o'lchab olasizda, ana shu tochkadan chiqarasiz. İkinci tamam. Ben onu kavuşacağım. Canım. Şuna iki iplerimizde. Bir de aylandırıyoruz. Koluma aylandırmanı bize bir yok. Rica ederim. Montaj kolları. Yana kalıp gizemez. Zemlerge işlememize tifala koşmamız gerekiyor. Hadi git gel. Şeker çay keselim. Paravon yapıştırışını alın, bir çay çoğalamızda. Toplarım gel. Ama bekle. Başka kesker kış yapıyor. Bu da ana kesker ana katsalam gibi gidiyor yedim. Hey de tumanı. Bak. Bakayım falan istedim. Neyse falan keselim. Şuna koyup gel. Anlam kullarında açarına. Açarına yani. Süt içmeydi. Ayşe'cim hadi katma. İsteyen.
bir satılganda tamamen bittasi bir tikilgan. Manasi oppoq bo'lsa bari, rosa ochilibdi. Ko'rpachanni bir qator chetini 11 santimetrdan mana shunday holatda qovib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, birinchi qatori mana bu yerdan boshlandi. Qovib aylantirib olib kelib, ikkinchi qatorga o'tayotgan paytimizda qarang. Примерно mana shunday holatda qolish kerak orasi. Qovib keldingiz, birinchi tikish bilan ikkinchi tikishning orasini boyagidek 11 santimetr olasiz. Keyin bu yoqqa qarab qovib kelasiz. Bu yerini bizlar hozir 5 qator ko'rpacha qovganimiz uchun umuman olganda 5 qator qovaysizmi, 8 qator, 7 qator qovaysizmi farqi yo'q. Bu yoq tomonini qovib kelayotgan paytingizda 11 santimetr bo'yicha qovib kelaverasiz. Qovib keldingiz, endi qarang. Bu tomonini qovib kelgandan keyin bu ikkita tikishdan tashqari yana 3 ta tikishni joyini ko'rib olamiz. Masalan, o'rtasi mana bu yer bo'lsa, bu tikish bilan, masalan, bu yerda tikish bo'ladi desangiz, bu tikish bilan bu tikishning o'rtasiga qavish tushiramiz. Shunda yana mana shunday 11 santimetr atrofida qavish tushadi.